Maun surasi Makka da nozil qilingan 7 oyatdan iborat. Maun ro'zg'or buyum va anjomlari. Surada iymonsiz bandalarning razil sifatlaridan ba'zilari sanab o'tiladi. Jumladan oxirat jazosini inkor etish, yetim holidan xabar olmaslik, namozni unutish, riyokorlik qilish va ro'zg'or buyumlarini qizg'anish kabi nuqsonlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. أرأيت الذي يكذب بالدين Dinni, oxirat jazosini inkor etadigan kimsani ko'rganmisiz? فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين Bas u yetimni jerkiydigan va miskin bechoraga taom berishga targ'ib qilmaydigan kofir kimsadir. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون Bas shunday namozxonlar holiga voyki, ular namozlarini unutib qo'yadilar. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Riyokorlik qiladilar va ro'zg'or buyumlarini kishilar omonatga so'rashganda man etadilar.